biz muzokaralarni o'zbek tilida olib boramiz deganimizda xitoyliklar hayron bo'ldi. Biz mana yaqinda Xitoy Xalq Respublikasida bo'lib, u yerda bir yo'l bir belbog' forumida qatnashib, unda 100 dan oshiq davlat qatnashdi va o'sha joyda muzokaralar olib bordik. O'zbekiston Respublikasi Advokatlar palatasi manfaatlari doirasida harakat qildik. Shu yerda garchi milliarddan oshiq fuqaroga ega bo'lgan Hindiston yoki Pokiston 200 milliondan oshiq fuqarosi yoki shunday ko'p millatli xalqlar bo'lsa-da, birontasi o'z tilida gapirmadi. Balkim 3 ta ingliz, xitoy va rus tilida gapirishdi. Lekin bizni delegatsiya biz o'z tilimizda, davlat tilimizda gapirishimizni aytganimizda ular hayron qolishdi va bizda faqat rus tilidan xitoy tiliga tarjima qiladigan tarjimonlarimiz bor. O'zbek tilidan tarjima qiladigan tarjimonlarimiz yo'q deyishganda biz albatta buni oldindan ko'ra bilgandik. Ularni shunaqa deyishini va maxsus tarjimonlarni ham tayyorlab qo'ygandik. Yo'q, bizning o'zimizning tarjimonlarimiz bor. Rahmat, davlat tomonidan berilayotgan tarjimonlar shart emas edik va muzokaralarni o'zbek tilida olib bordik. Natijada ular hayron qoldi. 3 ta tildan tashqari Xitoy Xalq Respublikasida shu forumda 4-til sifatida o'zbek tili muzokaralar paytida jarangladi.